Hammaga assalomu alaykum. Shovqin YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Shovchilar shousi. Bugungi mehmonimiz qop-qoragina, chiroylikkina, bo'ylari baland, juda ham populyarniy, mashhur yigitimiz Abuzer. Qarshi oling. Kirib keling. Yotib kelsangiz ham bo'laveradi. Bundoq kirib kelsam bo'ladimi? Qalaysiz? So'rashib bo'ldi-ku siz bilan. Bo'pti keling. Ha, ukajonim. Takoy pulisi aura farmit qiladi. Kesamiz. Bugungi mehmonimiz Abuzer. Salom. Ko'rib turganlaringizdek, siz rosa kommentariyada so'rashdi. Rahmat. Rosa so'rashdi. So'rashdi? Ha. Sizni juda ham kutgandik. Rahmat kelganingiz uchun. Siz ham. O'zingiz ham. Birinchi bosqichimiz. Qizlar keladi, o'zini tanishtiradi. Siz o'zingiz ham o'zingizni tanishtirasiz, lekin har xil obrazlarda. Sizga savolim. Qanaqa qizlar sizga yoqadi o'zi? Tak. Biling, a? Qiz bilan gaplashganmisiz o'zi? Gaplashganman. Endi men har xil qarang, namereniyaga qarab-da. Xo'p, misol uchun, men bugungi sizni kayfiyatingiz qanaqa? Nima olgani keldingiz bu yoqqa? Prosta tanishib, takoy networking. O'z bilan olib kelish niyatingiz yo'q. Biz ham berish niyatimiz yo'q. Shuning uchun bu shou bemalol, uyalmasdan, ochiq oydin, hayotda qanday bo'lsangiz, shunday bo'lib, bemalol o'zingizni bosasangiz bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, boshladikmi shunda? O'z tanishtiring. Takoy. Ha, уже. Voy, tanimas ekanman sizni. Mana birinchi marta ko'raman bular. Ha, sizlar tanishsizlar. Yana bir marta tanishtirib qo'ya qoling o'zingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Abduaziz. Ozoda. Tanishganimdan xursandman. Ozoda ekansiz. Nima ish qilasiz? Men blogerman, modelman. Qayerdadir ko'rganman dedim o'zi. Xo'p, intriga bo'lyapti. Xo'p, men uyalib ketaman bularni ko'rib. Xo'p, Ozoda. Siz ham uyalasizmi? Siz ham uyalasizmi? Menmi? Ha. Uyatchang bo'laman. Odammansiz, a? Onam emasman. Xo'p, Ozoda. Zo'rmi? Zo'r. Yoqdimi? Men bola. Xo'p, Nimam yo'q, to'g'risini ayting mana. O, qani? Nimangizni ko'rsatdingiz? Birinchi savol. Bilmadim endi. Men sizni ko'rganman oldin. Yo'q. YouTube'da. Yaxshi ham tekinga ko'rgan ekan sizni. Xo'p, nima qilamiz? Keyingi bosqichga o'tasizmi? Da. Bo'ldi, keyingi bosqichda ko'rishamiz va batafsil gaplashib olamiz. Xayr. Chapay bilan ko'rsat. Keyingi bosqichga o'tmasligi ham mumkinmi? Hadiba ma'ozman yo'qmasam. Bu yoqda qizlar sizni tanlaydi. Siz qizlarni emas. Biz go'zal yurt Samat Senkam 5 yilni yig'ib olar ekanman-da. Shuna deb o'ylaysiz lekin. Uyga borgandan keyin yig'laysiz. Xo'p, ikkinchi qizimiz keling. Marhamat. Qarshi chalmaysizlarmi? Chaling. Chiroyli yurib beraymi? Ha, xohlaganingizni yuring. Yotib olib kelsangiz ham bo'laveradi. Va alaykum assalom. O'z tanishtiring. Mani ismim Ruxsora. Meniki Abduaziz. Nima ish qilasiz? Tanishgandan Kimsiz? Model agentствоda ishlayman. Bugun juda ko'p modellar bo'ladimi deyman-a bugun. Bitta yurib bermaysiz, boshidan bilib olardik modelni. Shart emas. Ketayotganda ko'rsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi. Keyingi bosqichga o'tasizmi? Ko'rishamizmi keyingi bosqichda siz bilan? Albatta. Bo'ldi, bo'lmasa chiroyli yurib ketib bersangiz, keyingi bosqichda chiroyli yurib berasiz keyin qaytadan. Xo'p. Xo'p, kuzatib olamizmi chapay cholib? Ko'rmadingiz, qarang yurishini. Zo'r ekan. Hamma yozilyapti, hamma gapingiz pichir qilmaydi. Bemalol gapiravering. Kayfiyatlarni ko'tarib, keling, o'z tanishtiring. Assalomu alaykum. Assalomu Meni alaykum. ismim Diyora. Nima ish Meniki qilasiz? Abduaziz. Hozircha ishlayman. Boqimandamisiz? Tekinxo'r. Tekinxo'r boqimanda. Yaxshi kasbsiz-chi? Mana shunaqa. G'irt o'zimagansiz-da. Bu sudba menimcha ikkala yulduzimizga to'g'ri keldi-yu. deb Bu ham o'ylaysiz. yurakdan siz berasizlar deb o'ylayman. Xo'p, keyingi bosqichga o'tasizmi? Qani sizga? Qarang, qorinlarim bor, mosh o'tmassiz, qarang. Menimcha tekinxo'rga to'g'ri kelmaydi. Lekin topishi yaxshi bo'lsa kerak bu bolani. Mashhur-ku. Bilmadim. Nima deysiz o'zi? Bilmaman, nimadir deyapman. Birinchi atkazingiz bo'ldi mana. Atkas, voy, siqilib qoldim hozir. Nazirlov degan qo'shiq qo'yib beringlar, iltimos. Nima degan? Nazirlov. Bu montajyorga aytib qo'yasiz. Ayting montajyorga. Nazirlov qo'yib bering mana shu joyda. Xo'p, keyingi bosqichda bo'lmaymiz, ko'rishmaymiz siz bilan. Vaqtlari yo'q ularni, vaqtlari yo'q. Sizga bola kerak emas-da bu qizga. Xayrlashib olinglar, bo'lmasa yig'i-sig'ini yig'ishtirib birinchi minus. Xo'p, rahmat deganingiz uchun, ishtirok uchun ham rahmat. Sizni rad etgan qizga chapay cholish shart emas. O'z pastga cho'ktiraverasiz hozir.
No, serios. Gentleman bo'lishim kerak yoki hammaga bir xilda muomala qilish kerak. Irqchilik yaxshi emas. Yaxshi gaplarim hammasini eshitib, yodlab olibdi. Вообще To'rtta qalay sizga? qiz? Yo'q, qizlar ko'p. Qizlar Ko'p. ko'pmi? Ha, qizlar Nima ko'p deysiz, shukum. qanaqa? Yaxshi, Nima zo'r. qalaysiz Hozircha sizlar? yaxshi. Men faqat Da Vinci tanishganman. Bu endi hozir hayotda ekanda, biriga bir takoy ayimga. Birga bir emas-da bu. Ha, xonasiga. Ikkitamiz u. Men ham siz qatori siz bilan, ana. Bu tanimagan odamlarni chaqirsizlar, yo'qchi. Bilmadim, men xabarim yo'q. Bu yoqda devor ko'rinmayapti. Kiring. Qarsa chalib, chapak chalib. Assalomu alaykum. Tanishtiring. Men Rayhon. qayerda bir ko'rganman-da. Mana sizni ko'rganman. Uni qo'shiq aytib berasizmi? Kim bu bola degan. Ipochkman. Yaxshi, sizlar tanishlar. Yo'qmi? Meni partnyorim, birga ishlaymiz. Duetdoshlar. O'sha shular biz aytganmiz. Oybek Nigorani yangisi bu. Ha. Bo'ldi? Takoy Navo telekanalida Qaravoy. Aytib bering. Balkim aytib berasizlar shularni. Endi menga kim gol olib beradi? Deyishingiz kerak edi. Ha. Men derdim men. Aytinglar. Endi Aman. meni kaprizlarni kim ko'taradi? Men. Yaxshi. Qo'shiling. Men birinchi marta eshitishim bor shularni, shuning uchun keyingi Playlistda yulduzcha yozib qo'ygansizlar. Mayli. Faqat sizga ko'rsatdim bu narsani. Aytish shart emas muxlislarga. Keyingi bosqichga o'tasiz. Mana shu operator yoqyapti demang. Bu qiz bola operatorimiz o'zimizga ham yoqadi. Xo'p, bo'lmasa keyingi bosqichda ko'rishamiz siz bilan. Xo'p, rahmat. Kimligini so'ramadingiz-ku? Ha bu. Ha. Men hammasini taniyman. Mana. Siz uchun chaqirganmiz. Bizni qizlarga qaramang. Bu bizni ishchi qizlarimiz. Akam qizingiz rak bo'lganmi deyman, sochi yo'q ekan. Krevetka ham bo'lgan bu qiz. Uni keyin ko'rsatamiz uni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tanishtiring. Men Sunsion aktrisaman. Kinolarda o'ynaysizmi? Qaysi kinoda o'ynagansiz? Qizim Qaysi telekanalda, sir bo'lmasa? Milliy telekanalida Nafs balosi degan serialda o'ynaganman. Uy. Bu Ahad Qayum seriali emasmi? Yo'q. Xudoga shukr. Men ismim Abdulaziz, streamerman. Hech kim keraksiz odam. Siz bizga keraksiz, ota-onangizga keraksiz. O'zingiz yerga urmang. Ikkinchi bosqichda zo'r bo'lib qaytish. Taassurot qoldirishingiz kerak bizlarga. Zo'r bo'laman, konkret. 100% ishoningman. Malik sizni tanimayman. Tanishishni xohlaysizmi? Yaqinroq bilishni xohlaysizmi? Ikkinchi bosqichda ko'rishamizmi? Ko'rishamiz. Keyingi bosqichda ko'rishamiz siz bilan. Rahmat. Men o'zbek tilim esdan chiqib ketyapti. Bir takoy milfali. Bo'lish. O, Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'z tanishtiring. Ismim Mehriniso. Bu bolaga menga emas. Yoshim 25da. Nima ish qilasiz? Men studentman. Student, o'qiysiz. Qayerda o'qiysiz? Diplomatiyada. To'xtang. Savol berishingiz kerak, mana emas. yo hozir birinchi bosqich savol bermaysan deb kelishdik-ku. Bo'lsa jim turing. Xo'p, qayerda o'qiysiz? Diplomatiyada. Qalay o'qishlar? O'qishlar zo'r. Yaxshimi? A'lo darajada. Nechiga o'qiysiz? 5, 4. 5mi? Hali ham shu maktabda anaqalar bo'lib qolgan ekan, ballari 5, 4, 3, 2. Nima qilasiz? Yo'q, ulardan so'rang keyingi bosqichga o'tasizmi yo'qmi deb. Nima deysiz? O'z tanishtirmaysiz? Ismim Abdulaziz. Просто oldin dizayner bo'lganman, hozir ham dizaynerman. Bo'ldi? Yaxshimi? Chetga. Yoqdimi? Keyingi bosqichda ko'rishamizmi? Albatta. Bo'lmasa ketdi. Keyingi bosqichda ko'rishamiz siz bilan. Xo'p, Rahmat. Qali, Abduzurjon. Zo'r. Abujon. Nima deb chaqirasiz sizni? Ismingizni ham bilmayman lekin. Shovqin boring. Shovqinbek. Ha, Shovqin. Shovqinbek. Xo'p. Bormi yana qizimiz? Operator uruldiraman hozir lekin. Jim turasiz, ha? Singlim. Xo'p. Xo'p, birinchi bosqich tugadi. Aha. Nima deysiz? Qalay sizga? Zo'r. Hozir tipa men ham anaqa orsam bo'ladimi? Yoqmadi deb orsam bo'ladimi? Yo'q, haqqingiz yo'q. Unaqasi yo'qmi? Voy, nima feministka? Siz feministkamisiz bu? Shunaqaman. Nima deysiz shuni? Gender tengligi bo'lyapti hozir. Bo'lmasa ikkinchi bosqich. Bo'ylaringga qoqindiq. Keyingi shartimiz, keyingi bosqichimiz pichir-pichir. Pichir-pichirni bilasizmi? Sizga gapiraman. Ha? Pichir-pichir shousi. Yo'q. Bilmaysiz? Bundoq qo'yaylik, hozircha ochib qo'yaylik. Hozir qizlar kelib, bitta-bitta qulog'iga pichirlaydi, bu tarafiga o'tib olay. Ko'rsatishim kerak. Misol uchun. Yo'q ketyapti hozir. Shovqin. Xo'p. Xuddi shunaqa bo'ladi. Qizlar kelib, bitta-bitta gapirib ketadi. Aha. Bemalol o'zingizni kommentariyangizni berib qo'ysangiz bo'laveradi. Qulog'iga keladi. Pesku bagaji deydi. Uni men yozganman, meni ovozimni. Bo'lmasa boshlaymiz, bundoq qiling, sizga gap berish mumkin emas. Men gapirmayman, to'g'rimi? Yosh bola ekansiz. Voy. Hazillashmayman. Xo'p, tayyormisiz? Okey, So'q suv kerak? qichchu brendingizga olov qo'yamiz, kiya olamiz. Voh, 5 tashlang, bering 5 ta. Qanaqasiz?
Shu yerdaman, yoningizdaman, qalbingizdaman. Boshladik. Keling. Kim birinchi? Chapa chop turaverasiz. Davay. Siz bilan pachenkaga qonardim. Men pabga emasman. Bo'ldi, rahmat. Zavali ketdi. Xo'p, nima degani yaxshi lekin. Bemalol baland gapiraverasiz. Kommentariya qilib, qizlar kelib. Nima deganini ham aytaymi? Yo'q. Aytmang. Xohlaganingiz. Qo'nardi deydi. Bari eshitiladi, kommentariya javob bersangiz bo'ladi, kommentariya bersangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qizimiz keling. PUBG'da qizlarning kiyimini kiyarkansiz. Ha. Nima dedi? Sizlar bu qizlar men pabga tanishtirganmisizlar? Men bilmadim lekin. Men nima deganini ham eshitmadim lekin. Pabga ekansiz deydi. Pub kerak ekansiz deydi. Shu ekansiz. Sujda taki. Uchinchi ishtirokchimiz keling. Ha, pabga deb tiba ustidan kulishyaptimi? Yo'q, kompliment lekin siz uchun. Sen adresda yaxshi o'ynaydi. Bo'ldi. Qaysi odam tuzgan bu savollarni? Nima dedi? Men eshitganim ham yo'q hali. Men o'zim quloqim qo'yib qo'yaymi ekan? Faqat quloqingiz qo'ying-da. Bo'ldi, qo'yib qo'yamiz. Keling, quloqimni qo'ydim sizga bo'lmasa. Ay. Yaxshi, yaxshi. Kelibdi. Ozodami deyman. Yaxshimisiz? Ha, zo'r. Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi. Texnik asoslar bo'ldi. Bir kuruk qildirdinglar. Qizlar tugadi. Aha. Qolgani ketib qoldi. Yetkisi kelmadi qulog'ingizga. Aha. Ha, otsak bo'laversa kerak. Ana, Bolaveradi. qali. Taassurotlaringiz qali, taassurotlaringiz. Yo, Ko'zlaringiz qizarib ketdi o'zingiz. Qiz lekin nimadir deb ketdi deya qulog'im. Nima dedi shu? Mo'ylovlaringiz qitiqlamaydimi? Yaxshi, yaxshi. Xo'p, ikkinchi bosqich tugadi. Endi uchinchi bosqichga o'tamiz. Переход qilib bering. O'tiraman. Bo'ldi. She wanna go to Soho. I just took one sip, all them cars. Ocha. Rekket o'tlang. Yani. Uchinchi bosqichimiz Ana shu. Talant. Aha. O'zini talantini Talant 4-chi ko'rsatadi. odammi? Evet, 4-chi bosqichdami? Talant 3tami? 3ta. Assos. 4ta вообще bo'ladi. Sizga yoqadigan bo'ladi. Ha, bo'ldi. Hozir qizlar keladi, bitta talantini ko'rsatadi. Kimdir ashula aytib beradi, kimdir raqsga tushib beradi, kimdir ikkiga ikkini qo'shib beradi sizga. Balkim sizni kimdir ko'tarib o'tirib turar. Unisini bilmaymiz. Mana shu vaqt. Yoki shunchaki oddiy suhbat bo'ladi. Aha. Shuning uchun bemalol qo'lingizni tushirib, zakritniy pozadan chiqib, psixologik joyni Bundoq ochganda, o'tiraymi, qorningizni yo'qotib, ko'rganlar puli yo'q desa, qorin boylar bo'lmaydi. Bundoq qilib, operatorga o'xshab qolsiz. Boshladikmi bo'lmasa? Boshladik. Chapak bitta. Gulni o'rtaga tashladik, gul bazmini boshladik. Appalarini. Keling, marhamat. Birinchi ishtirokchi qizimiz. Yana qarshi chala o'tdimi? Ha, bemalol, xohlaganingizni qiling. Arziydi. Siz o'ylashingiz. Uzr. Xo'p, bu bosqichimiz talant. Xabaringiz bor. Nima tayyorlab keldingiz? Menda ko'p narsa bor. Qaysi birini qilib bering? Serqirra ekansizda-ya. Qonunga xilof bo'lmasa bo'ldi. Aha. Olib kelgan narsalaringiz bizga to'g'ri kelsa bo'ldi. Nima olib kelsa olib chiqing. Abrikos, roz, kokos deb boshlanadi. Ismingni har harfi esimda, lekin hech so'zlamas so'zimsan. Necha yil saqlagan dilimda, eng yaqin begonam o'zingsan. Menga deysizmi? Yo'q, конечно. Bravo. Bu lekin yaxshi bo'ldi lekin. Adabiyot ustozingiz zo'r o'rgatgan ekan. Конечно. 5 bahoga o'qiganman. Yaxshi. Qalay sizga? Yaxshi. Nima deysiz o'zi? Necha baho qo'yasiz? Ha, baholashim kerakmi? Просто so'radim endi. 5. 5? Sizga 5. Tashakkur. Xo'p, rahmat sizga kattakon. Aha. Qarsanglar bilan kuzatib qo'yamiz. 75. Hozir 1 minut. Qarsanglar. Chal Muhammad Qodir. Hozir nima tayyorlab keldingiz? Hozirda bitta talantingizni bilaman, ikkinchisini ko'rsating. Oy, qaysi talantni yuradiganman? Men sizlarga такой she'r aytib bera olaman. She'r eshitdik hozir. Yo'q, meniki boshqa she'r. Eshitib ko'ringlar bir marta. Anomi landa o'yin boshlandi. Yo'q, boshqadan. Landi, o'yin boshlandi. Endi she'r. Aha. Aytaveraymi? Aytavering. Qaramay turinglar. Voy. Syomkani o'chirib turaveraylik bo'lmasa. Bo'ldi.
Ketdi. Hozir 1 minut nafas oling. Hozir kulaveraman deb olsam. Mayli, qaramay turamiz. Bo'ldi, baraka shu. Qo'limda gitara, og'zimda sigara, cho'ntagimda semechka, иди ко мне, девочка. Qalay? Zo'r-ku. Rahmat. Xolasinglar bitta tanani. Kuchuklar raqsi bor-ku. Degan unaqa bor. Tamam. Birga o'ynaysiz hozir. Yaxshi ta'rifga so'z ojiz, если честно. Men uyalib ham ketdim, to'g'risi esimdan chiqib ketdi nima qilib turganim bu yoqda. Xo'p, nima deysiz, Shovqinbek? Zo'r, 10 qo'yamiz. Voy, 10 rahmat. qo'yasiz. Siz nima qo'yasiz bunga? Men 8-7 ta. 7 ta 8 qo'ydingizmi? Xo'p, bormi gapingiz, so'zingiz? Balkim bironta kompliment Nima qilasiz. bularda talant yo'qmi? Turishim talanti. Zo'rsiz. Mana bunaqadan bering, axirga o'xshab. Bundaqa men skul yo'qda. Yolg'iz borib o'ynaysiz. Ana it mushuklar bor edi. Kulqay. Ya endi men nima deyman, Ozodaga o'zi azaldan aytadigan gaplarim bor edi. Men ketib turaveraymi? Ozoda, men sizni yaxshi ko'raman. Voy. Men sizga bugun hozir uzugim qani? Mana bor. Men sizga turmush. Yaxshi. Yo, lekin rostdan ham menga Ozoda yoqadi. Xalq qoldida aytayman. Sizga kim yoqadi? Bu joylar kesiladi. Yo'q, qoladi. Qolsin. Ya, hazillashaman. Ozoda yaxshi qiz, bizni o'rtog'imiz anchadan beri. Tanishmiz. O'rtoq sifatida yaxshi ko'raman. Takoy, dushevniy, jigar. 5 kara 5 25. Voy qo'l. Menimcha birinchi marta 5 tashlashinglar, a? Yo. Yaxshi, biz shu yerda birinchi marta ikkalasi bir-biriga 5 tashladi. Nima qilamiz? Ketkazamizmi? Keyingisi olib qolamizmi? Tal o'zi ayting. Yo, hozir qosimsiz qoldiramiz. Xohlasiz keyin ketaverasizlar birga. Nima tushunmadim. To'xtab turing. Hozir to'xtang. Hozir bular xana desalar men qolaman, yo'q desalar qolmayman, to'g'rimi? Qolasiz baribir. Baribir qol. Uni o'zi hal Endi qilasiz. aytaman-da. Uni o'zi hal qilasiz. Yo, men yo'q demagan bo'lardim. Bo'ldi, bo'lmasa keyingi ishtirokchiga shans beramiz. Siz Hadi o'zinglarni, mana bular o'zinglar hal qilib olasizlar, keyin haligi dichkada yozishni. Nimaga qilyapsiz? Hamma chiqqaniga tushunmadim. Nima qilay, nima dey? Nima qil, mani shouim bo'lsa ukam. Bu o'zingni streamingga borib, o'zing hal qilasan. Hop. Hozir ana videoni boshida qo'yiladi. Qora fonda shovqinda janjal. Mana o'zing dugonalaring borib, birga o'tirib ish qiladigan. O'zinglar keyin kelishib olasizlar. Aha. Olmazorga oyoqchangizni shunday bosing, chopib olamiz oyog'ingizni. Okey, degan narsalar bo'ladi. Xo'p, keyingi ishtirokchi qizimiz. Assalomu alaykum. Mana ko'krak nishoningizmi, nima bu? Ha, shunaqa. Xo'p, nima tayyorlab keldingiz? Yaxshi nishon. Raqs? Da. Raqs? Ha. Qanovi bormi? Yo'q, Qanovi xorazmcha. o'ynayversiz, men aytib beraman lekin. Tavakkal Qodirov fulni eshitaman. O'zim har joydaman, ko'nglim senda. Bang, 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 bang. Ya siz endi o'zingiz raqsingizni ko'rsin. Xo'p, qaysi ashulaga nima raqs tayyorlab keldingiz? Xorazmcha. Xorazmcha? Raqs. O, yaxshi. Qaysi qo'shuvga? Hozir Shu balaga bering mani jonof emasmi ish qilib? Artur Rahmonov. Artur? Artur Rahmonov? Artur? Artur bu Xorazmlimi? Artur armiyanlarning ismi emasmi? O'shani qo'shlar yoqadi menga eshitaman. Xo'p, bo'ldi, biz ham Ana eshitaylikchi. ko'raylikchi bir. Serqirra ijodkorimiz, ismingiz nima edi? Balandroq qo'ying. Qarang, mana baland. Qarayman, polni qarab turibman. Tepadan pastga bitta qarab chiqdi. Xorazmlimi deyman, ha? Oo. Jonli. Apalarini yaxshi ketyapti. Ay. Hozir o'tirib qo'y. Qarsak. Xorazm guch. Xorazm Guch. guch apalarini Qalay sizga raqs? raqs yaxshi, ancha tayyorlangan ekan. Xorazmlimiz? Yo'q, Surxondaryo. Surxondaryo 70-75 ekansizda, 70-75. Da. Legenda. Kim iyu qilib beradi? Iyu qilib bering siz. 70-75 keyin oxirida ayting.
Yo'q. 70-75 nima? Ha, yo'q, prosta. Yo, bilmaysiz Qanday olaymiz? bunisi. Kameraga qarab Hop. 70-75 iu deyishingiz kerak. Ha. Ayting. 70-75. Saturnga salom. Xo'p. Saturnga alohida salom. Ana. Bundoylam Saturn bu olaymi? Qalaysiz? Mana shunaqasidan beraman. Xo'p, nima deysiz Shovqinbek? Qalay sizga raqs o'zi? Yaxshi raqs zo'r, lekin men umrimda ko'rmagan raqslar bo'lyapti bugun. Ha, hech qachon ko'rmagansiz Xorazm lazgi raqsini. Живой ko'rmagan ekanman lekin. Faqat videolarda ko'rganman. Ana kinokoda nechidir bo'ladigan videolarda. Yozishib, topishib olamiz. Xo'p, sizga rahmat. Raqs chindan ham zo'r. Xorazmga salom aytasiz. Qanday o'lik bo'lsa ham. Rahmat, charchmaylar. Kuch. Xorazm kuch apalarini Qalay sizga shoular o'zi? yaxshi bo'lyapti hozircha tagoy. Ertalabda. Qarasam joy uyalib ketyapsiz. Menmi? Yo'q, uyalmayman, просто nima deyishni bilmayman, aka. Nima, qizlar bilan gaplashganman dedingiz boshida. O'zi telefon qilib aytdingiz, aka chiqib beray iltimos. Bogatый смех bo'ldi, a? Yana bitta. Tiqilib qolmaysizlar. Xo'p, keyingi ishtirokchi qizimiz tayyormisiz? Bir bunday gaplashtirmaysiz, men nima? O'zi uyalib turibsiz-ku. Ha, gaplashishayaptimi? Gaplashamiz. Ochiqchasiga gaplashamiz. Voy! Keling, nima tayyorlab keldingiz? Men har doim Dondonzikida yutaman va hozir ham yutaman va sizga shart beraman. Siz anaqa qilib bering, bir eshitmagan istoriyalarimni aytib bering. Nima? Eshitmagan istoriyalarimni aytib bering. Istoriya? Ha, qanaqadir qiziq voqealar. Qiziq voqealarga keladigan bo'lsa, просто bu yerda aytiladigan emasdi. Alohida aytaman. Bo'ldi. Uni keyin eshitamiz. Bo'ldi. Dondonzikida hozir men yutqizsam, Men yutaman 100%. Aha. Men sizga shart beraman. Shunaqasi ham bo'ladimi? Yutqizsangiz nima bo'ladi? Yutqizsam ham shart beraman. Lekin bu yoqda kesib tashlash. Kesib tashlaymiz. Ha, bari shart berasiz. O'ynamay qo'yaring bo'lmasa. Uni aytib qo'ya qoling shart. Yo'q, shart bering bilmani. Ya qani bitta o'ynaychi, xo'p, menga qiziq. Dondonziki. Aytdim-ku. Birinchi dubl. Xo'p, siz yutdingiz. Shartingiz nima? Shartim o'sha Qoravoy qo'shig'ini aytib berishingiz. Xohlardim. Marhamat. Pick me massage. Qoravoy qo'shig'ini men bilmayman, lekin to'g'risi, anosini polni bilmayman. Teksini beraylik. Endi menga kim gul olib beradi? Men. Kim rasxodim yopadi? Men. Kim ko'taradi gapiringizni? Men. Kim ekan sevganingiz? San. Shunaqa deydi lekin, shunaqa deydi lekin. Bunaqa joyi qildi. Bor. Shunaqa deydi. To'liq versiyasini eshitmagan ekansiz. She'r qilib aytdim-da, hozir qo'shiqqa ayta olmayman. Siz yozib berganmidingiz? Ha. Muallif deb yozilgan joyda ko'rmagansiz, oxirida unda ochiq ko'rmagan ekanman. Ana. Shirinligini qarang. Buyoqlarni mayda. Bo'z, ikkalanglar bir chiroyli qilib aytib beringlar, shu ashulalarni men eshitmagan ekanman, to'g'risi. Men ham bilmayman lekin, shu uchun abuzerga aytdim. Ismingiz nima edi? Shovqinbek. Ismi Shovqinbek-da? Tanishganimdan xursandman. Abduaziz. Xolis chiroyli ekan. Xolim kompliment qilmay uyalib ketaman degan shunaqa. Jahongir Foziljonovni kichkina kusokchasi turibdi. Maktabda shunaqa deyishar edi. Rostdan. Ko'rsating. Hamma Jahongir Foziljon deydi. Mana xolim bu mening faxrim. Smaylik chizib qo'yish kerak, kulib turgan odamchani. Siz вообще unaqa, aka, lishni. Xo'p, nima deymiz? Zo'r ekan. Bajarildi. Bajarildimi? Qoniqdingizmi? Ha. Rahmat. Qarsaylaringiz, Rayhonbek. Kulib, uyalib turibsiz. Qizlar yo'q payti. Televizorga gaplashing. Sorry. Mana shu duxingizni qizlarga ko'rsata olasizmi? Men nimasini uyalyapman, xo'p nima deydi? O'zi ko'rasiz keyin shouda uyalib qizarib yotibsiz-ku. Qizlar Operator nima men deysiz? pok qo'ying. Qizlarlari ko'rinmayaptimi? Anon kamaytirib qo'ygansiz o'zi saturationni. Xo'p, keyingi ishtirokchi qizimiz, marhamat, keling. Men masalan qarang, mana qizlar bilan gaplashadigan bo'lsam, tanishadigan bo'lsam, vashchi boshqa narsa bo'ladi-da, tushunyapsizmi? Qani ko'rsating. Nima tayyorlab keldingiz? Endi qanday hamma kamerani oldida srazu qarang, qarang. Biz gaplashamiz, o'rtadagi stiker gifsiz bo'lib berasiz, bo'ladimi? Bo'lib beradi. Bo'lib berasizmi? Bo'lib beradi. Bo'ldi, shu. Nima qilib beray? Biz siz bilan gaplashamiz, siz stiker yuborasiz. Допустим, sizlar "Muad" degan stiker yuborsangiz, mana shu odam qilib beradi shuni. Bu qiz ashula tayyorlab kelgan. Siz masalan mana bunaqa giflar bor, o'shalarni o'ynab berasiz. Keyin boshqacha giflar tashlashni boshlayman soat 12 dan. Qizdan olib tashlab, men bilan gaplashib qo'ya qoling. Yo'q, siz o'rtada gif bo'lib Keling, berasiz. men turing. Keling. Voy, jonkayu. 5 tashing. Kimsiz? O'zingizni tanishtiring. Qoching, joyingizni bering. Marhamat. Biz unaqa besoqolvozlikka qarshimiz.
Yaxshi ham soqolim o'sadi. Xo'p, ashula tayyorlab keldingiz. Nima ashula? Dilnozniki saharlarda. Dilnoz, saharlarda. Dilnoz qaysi edi? Ha, bo'ldi. Dilnoza Hakimova. Ha, bo'ldi. Konsta bilan qo'shiq aytgan, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Saharlarda qo'shin. Bo'ldi, eshitaylik. O'z nafasim o'zimga bo'ysunmasa, yuragim mana ko'ndi ko'rmasa, olam go'zal qalbingga yetmasa, yana nima deyay. Qo'rqib ketib. Ertaga bugun bilan ishim yo'q, mani sandan boshqa tashvishim yo'q. Jonimdan urgan didoringga yana nima deyay, mandan saharlar bezor. Oqshomu tunlar charchadim bedor. Yozu bahorda sensizni gulzor. Bir seni o'ylab dunyoni tashlab qo'ydim yor. Tararararay. Dilnoz o'zi ham bir nafasda aytmagan bo'lsa kerak, lekin siz bitta nafasda aytib qo'ydingiz, gap yo'q lekin. Dilnoz esimga tushdi, bu qizni konsertida bo'lganman lekin. Bu ashularni eshitganman lekin. Andijonda rosa populyardan ashular bu. To'g'ri. Bo'ldi. Zo'r, yaqinroq keling. Qo'rqyapti sizdan qarang. Siz baqirdingiz bu qizga. Nimada baqirib? Ovozni pasaytirib gapiring. Qizlarni qo'rqitvorasiz. Bo'ldi. Xo'p, qalay sizga qo'shiq? Qo'shiq zo'r, qizi o'zi ham zo'r. To есть, yaxshi chiroyli qiz ekan. Necha baho? 5. 5mi? 5. O'zi nima deb o'ylaysiz? Masalan, O'ziga necha qanday baho bolaga qo'yasiz? yerga tegan Bilmadim. bo'larmi deysiz? O, Yo, yerga tegish mayli bu yoqda tursin, strichatsiya qilgan bo'larmi deysiz? O'ylab ko'raman. O'ylab ham ko'rasizmi hali? Mana. Men ham o'ylab ko'ray. Hurmatli tomoshabinlar, siz sevgan, siz bilgan abuzer aslida yoshgina bola, uyatchang. Ikkita gapni ulonmasdan qiynalib yuribdi. Xo'p, sizga rahmat kattakon. Ashula rostdan ham zo'r. Dilnozga salom aytib qo'yasiz. Mana qizlarimiz ham tugadi. Ovoz yozilyapti so'kinmasdan. Ha, so'kinmasdan. Xo'p. Tugadi. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqich bizda svidaniya bo'ladi. Aha. Tayyormisiz? O'zingiz bilan ko'ylak olib keldingizmi? Yo'q. Bo'ldi, bo'lsa futbolkada. Perexod qilib bering, bitta chiroyli. Keyingi bosqich esa uchrashuv. Abu Shovqinbek. Shovqinbekda. Qarang, qizlar keladi. Aha. Ular bitta savolni oladi, o'qiydi. Siz 4 ta savolga javob ber. 3 ta savolga javob berishingiz kerak. 3 tasiga javob bersangiz, yutgan bo'lasiz. Aha. 3 ta savolga javob bera olmasangiz, har bitta yo'qqa suv quyishni boshlayman. 3 marta suv quyiladi. 3 tasiga javob bera olmasangiz, qizni suv sepishga haqqi bo'ladi sizga. Tushundingizmi? Tushunarli. Savoldan tashqari topshiriqlar bo'ladi, shartlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun tayyor bo'lasiz. Siz tayyormisiz? Tayyorman. Lekin bir marta hayotimda uchrashuvga chiqqanman. Bez prikol aytdim. Kim bilan? Bitta qiz bilan rostdan aytasam bir marta uchrashuvga chiqqanman. Kim edi u qiz? Voy, ayta olmayman endi kimligini. Hop, ismini ayting. Yo, ismini ham ayta olmayman. U qiz hozir erga tegib ketdi, buni busin. Короче, bir marta uchrashuvga chiqqanman. Xo'p, o'pti bor. Ozgina. Qayerda bo'lgan uchrashuvingiz? Socialsda. Anonda, Taras Shevchenko ko'chasida bo'lgan. Aha, Socialsda. Piva festivalida. Yo, bo'lmasa ma'lum. Yaxshi, bo'lmasa boshlaymiz, tayyormiz? Da, tayyorman. Boshqa kiyimingiz yo'qmi? Yo'q. Hozir suv bo'lishi mumkin kiyimingiz. Jertvaman. Okey, bo'lmasa. Xo'p, boshladik. Birinchi mehmon qizimiz, marhamat. Kim? Mehmonjonlarni aylanay. Qarz ejalmaymiz? Вы знаете, что я снимался в этом сериале? Mehmonjonlarni aylanay. Bilay, deyim, nah. Siz shartlarni bilasizmi? Bilaman. Qaytarish shart emas. Yo'q. Boshladik. Menga Dragon Lordni skini sovg'a qiling. Yo'q, uzr. Yo'q, srazi yo'q. Yo'q bo'lsa, Yo'q, hozir prям sovg'a qilib yuborishim kerak? da? Yo'q, trade banda sovg'a qila olmayman. Ya, bizni problemamiz emas. Kamroq qo'ying. Xo'p, yaxshi. Ikkinchi Savolni qarang, 25 ming turadigan skinni sovg'a qilib. So'mdami? Qanaqa so'mda? Dollarda 25 ming dollar turadi. Seryozni bola ekan-ku bu. Qoravoy qo'shig'ini kuylab bering. U smela. Yaxshi, men faqat Qoravoyga taqabsizlar. Bir marta gapirib chiquvdim o'zi. Tekstini bering, to'xtang, o'zim qarab olayin. Yo'q, yoddan aytishingiz kerak. Bu hisob emas bu hozir. O'sha faqat bola aytgan joylarini bilaman, adashmasam shu boyagi bitta kublet. Qani? Endi men kim gul olib beradi? Men. Kim rasxodim yopadi? Men. Kim ko'taradi kaprizm? Men. Kim ekan sevganingiz? Sen. Voy Qoravoy. Bo'ladimi? Dastasam? Voy, smysli? Bu noto'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri emas, lekin boshidan misolda. Voy, boshidan men uni avtor emasman, qayerdan bilaman? Bo'lmasa, smysli bo'lmasa. xo'p, jahl. Kurch.
Ketaman men deb olay. Boshlovchini qo'rqitib bo'lmaydi. Ugrajat qilib ham bo'lmaydi. Voy, yana Shuning uchun qo'ya- yo'q. nimaga? Siz Hozir qarang, hozir men bitta qiz keldi, o'tirdi. 3 ta savolga javob beramiz, 3 ta qiz suv bilan urdi. Keyin yana qiz keladi-da, yana 3 ta savolga javob Mani beramiz. muammo emas, men bilan yaxshi muomala qiling. Men sizni obunachingiz emasman, muxlisingiz emasman. Obunachimisiz. Yo'q. Obunachimisiz bugundan. Deysiz bormi? Azik pozitiv. Shartli bunaqa joylari ham bor. Bilmagan bo'lsanglar, mana endi bilasizlar. Boshdan Uchinchi savol, ketdi. apellyatsiya yozamiz. Yakuza sizdan yaxshiroq o'ynashini tan olasizmi va o'zingiz storiesga qo'yasizmi o'sha narsani? O'sha narsani Tipa Yakuzadan zo'rman degan stories qo'yishingiz kerak. Yozing stories qo'ying shuni. Smelo. Lekin bitta shart bor. Xo'p. Siz shoudaligingizga etmashingiz kerak. Xo'p, bo'ldi. Просто o'zingizdan yozib qo'yaymi yo video olib qo'yish kerak? video olib qo'yish kerak. Bo'ldi. Yuzingizni ko'rish kerak. So. Easy. Nima de Yakuza musor deymi? Xohlaganingiz. Yo, Men Yakuzadan zo'rman, Yakuza musor по факту. zo'r. Suv qo'yildi. Bo'lmasa bu shartda yutdi suv quyilmaydi. Suvni apparatga orqaga. Oo, shunaqalari ham bormi? Yes! Afsus. Siz omadingiz kelmadi. Xudo xolasa, Keyingi safar keladi. da, to'yingizda xizmat qilamiz. Xo'p, bu savollarni qo'ymaymiz. Xorazmcha o'ynayveraman. Keyingi ishtirokchi qizimiz marhamat kim? Man. Kim? Qarsaklar. Rayhonmi. Mi. Mi. Mila juda ko'p bo'ldi. Siz shartni bilasiz. Senatorga telefon qilib, men nohaq edim, uzr boshqa gapirmayman deysiz. Yaxshi. O'zini bilib. Hech qachon. Senator siz yomonlovdingizmi? Senator u gapirmaylik shu odamni iltimos hozir asablarim uzilib ketadi. Senator, молодец. Musor. Xo'p, keyingi savolimiz. Qiz sizni mute qilsa nima qilasiz? Ha? Qiz sizni mute qilsa nima qilasiz? Ha, mut qilsa. Men ham obratni qilaman. Yo'q, obratni qilmayman, aytib bermayman bunaqa narsalarga. Bunga ha yoki yo'q deyish kerakmi? Qanaqa savol javob berishlari kerak? Haqqoniy javob berish kerak. Haqqoniy javobim mana mut qilsa, menga farqi yo'q. Iso, просто o'zimni skip qo'raman, u odamni bo'ldi. Xafa bo'lasiz. Yo'q, xafa bo'lmayman. Nimaga? Men xafa bo'lishim kerak. Ana, obratni nimadir qilmayman-da, tipa blok qilsa, obratni blok qilmayman. Ko'nikkansiz, o'rgangansiz bu narsaga. Birinchi shartda biz ko'rdik u narsani. Xo'p. Ladno. Uchinchi savolimiz. Men ham bitta ko'rsatuv chaqiraman, ustingizdan shunaqa xo'rlayman, ishoning, streamga chaqirib olaman sizni. Suv emas, ustingizdan kraska qo'yaman. Javob. Kelmayman. Xo'p, uchinchi savol. Chatda eng ko'p asabingizni buzadigan narsa nima? Streamdanmi? Eng ko'p asabimni buzadigan narsa tushunmaydigan odamlar aql o'rgatish. Eng ko'p asabimni buzadigan narsa mana shu. Bunaqalar bor. Reallikka o'xshagan odamlar постоянно asabimni buzadi. Men stream ko'rmayman. В общем, hayotda deyman. Xo'p, chidaysiz. Yutasiz. Tuflasangiz bo'lardi. Xo'p, Bo'ldimi? siz ham omadingiz kelmadi. Afsus, savollarimiz yengil bo'lib qolibdi. Uzr, lekin hurmatli tomoshabinlar. Savolingiz yengil emas, aka. Men birinchi savolingizga hech qachon otib tashlasa unaqa demayman. По факту не прав. Kim? Uydagilarim. Xo'p, oxirgi ishtirokchi qizimiz. Qarsaychalik aka. Bitta birinchi savolmi? Bo'lsa qo'yib qo'ying. Men uchun 30 ta ajmani qilib bera olasizmi? Qaniydi qila olsam. Yo'q. Yo'q. Davay, suv qo'yamiz. Men oxiri 100% qo'yiladiganmi deyman-da. Qarang. Endi bugundan boshlab men ham anaqa bo'laman, kez o'ynaydigan bo'laman. 100 mingga menga akkauntingizni sota olasizmi? 100 ming so'mga? Siz nima qilib bankrot qilmoqchisizlar meni? Yo'q, bu Sadasini sotaysizmi? Yo'q, sota olmayman. Qanaqasiga? Bo'ldi. Yo'qmi, bo'ldi, Sota qo'yiladi. olmayman, kak. 100 ming katta pul. 100 ming so'm, to'g'rimi? 100 ming so'm katta pul-ku, voy. Smysli, meni akkauntimda undan qimmat narsalar bor. Qanaqa sotaman sizga uni? Mayli. Bittasi chiqib Dragon Lord'larga, bittasi 100 ming so'mga sotib yubordirgan. Yaxshi. Eng uyatli, jonli holatingizni aytib bering. Bo'lganmi shunaqasi? Qanaqa bo'ladi? Nimadir vaziyat bo'lib qolgan, shu payt uyalib qolganmisiz yoki qanaqadir kulgiliroqmi? Yo'qmi, Balki davay. ishtongiz tushib qolgandir, balkim qanaqadir kitlar chiqqandir ichingizdan yoki suv bo'lib ketgandir ishtoningiz, qanaqadir holatlar bo'lganmi? Hozir shu holatni yaratib bersam bo'lmaydimi? Bu ishimizga to'g'ri keladimi shunda? Yo'q, to'xtang, hozir men savolingizga yaxshi tushunaman. Shunaqa moment aytib berishim kerakmi? Shunaqa. To'g'ri. Yoki ko'rsatib berishingiz kerak. Yo'q, bilmayman unaqa moment. Eslolmaysiz-a? Bu degani yo'q degani. Ha. 70 kilo kuyadi. Men mana shu Yomon lekin.
turadi mana shu. Xohlamagandim o'zi qo'yishni. Hammasi bu postanova emas. Shunaqa bo'lib Qatdan qoldi. qo'ymoqchisiz qolsa, shuni ham bilaydi. Yo'q, olmayman buni, voy. Qanaqasiga turadi mana shu joyida tursin. Men xohlamagandim, kechiring. Mayli, Ozoda. Hurmatli tomoshabinlar, Abu ukamiz yutqizdi. Mana shu 3 ta savolga javob bera olmadi. Ozoda, Men bunaqa bo'lishini kutmagandim. Abudan uzr so'rab, Nima deymiz endi? Abizlar. Uzr so'rayman. Uzr so'rayman. O'zingiz yo'q dedingiz, liboy bitta narsa aytib berganingizda ham hozir mana. sizda ayb yo'q lekin. Menda yo'q. Ertaga. Xafa bo'lish yo'q. Ertaga tarqalib ketasan bu. Telegram kanalda. Siqilib o'tiribman hozir. Qo'rqasizmi bu? Bu sizni urganmi? Hech uradimi? Nima qiladi? Yo, baribir. To'g'riman. Qanaqa? Yo, men qilolmayman. Hali yo'qligingizda orqangizdan gapiruvdi lekin. Yomon gaplarni qilib. So'radingizmi? Sizga Baba qilolmayman. sekin bulumdan gulpadarga qo'ymoqchi edim. Yo, men qilolmayman. Davay. O'rnimga. Keling endi, bir ko'rsating. Bu do'stona bo'lmaydi. Ketdi. Mana shu narsalarga majbur qildinglar deyman. O'zbekistonning barcha ayollari uchun, feminizm uchun, Vau. hamma gapirgan gaplari uchun, so'kkanlari uchun, Yo'q, so'kmadilar bugun hozir. haqorat qilganlari uchun ayol kishini. Qachon haqorat qilding? To'xtab turing, motivatsiya beryapman, motivatsiya bu. Menga farqi yo'q. Dushmaningiz sizni, faraz qiling. Modelman. Xafa bo'lish yo'qmi? Zapis Abu. bo'ladi hozir. Xafa bo'lish yo'qmi? Xafa bo'lmaysizmi hozir? Bo'ldi? Xafa bo'lmayman endi, bo'ldi. Atmay, podpiska qilib tashlab. Day bo'ldi, barka shu. Abuzlar biz bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Men sizga yo'q deyman. Siz menga 3 ta shartimni bajara olmadingiz. O'shaning uchun menga qaramay turing. Unday qaramay. Unday qaramay yuraylik. Ko'zingizni o'qimoqchi edim. 1, 2, 3 bo'ldi. Kechiring. Normal. Ochimni yuvgandim. Hammaga rahmat. Sizlar bilan shovqin shovchilar shousi. Hech qachon kelmayman. Voy. Seriozmi? Kelmaysizmi boshqa? Yo'q. Xafa bo'ldingiz, kameraga qarab gapiring shuni. Yo'q, hazillashyapman. Bo'ldimi? Sumart olsam bo'ladimi? Zo'rsiz. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Boringizga shukr. Petlichkaliga tiymadi deyman shen. Abuzlar uzr rozi bo'lasan endi bular. Men aybdor, aybim yo'q, короче. Videoga olingan aybdor Ozoda, shuning uchun sizlarga Короче, ertadan keyin siz bilan rudada ko'rishamiz. Yo'q. Iltimos, unaqa qilmang. Iltimos, unaqa qilmang. 2 ga 5 oling. Xo'p, obuna bo'linglar. Hammaga rahmat. Like, kommentariya. Hammasini o'zinglar bilasizlar nima qilishdi. Sizlar bilan mana Ozoda bo'ldi. Meni aybim yo'q lekin. Kim olgan bu operatorni? Qarzga ishlayapti. Pulga bo'lganda itarardik buni. Qonun qoidalarni buzyapti. Buzyapti. Unaqa siz unaqa gapirmang aka. Hozir 1 sekundda mazingizni qochirib qo'yishim. Go'zal o'lib. Hozir kamera yonsin gaplashamiz. Go'zal o'lib. Xo'p, keyingi bosqichimiz svidaniya. Seriozmi? До свидания. Uchrashuv. Uchrashuv. O'zbekcha gapiring, aktivist uradi aka. Aktivist kelib uradi sizni hozir. Rahmat kelganingiz uchun. Men yutdimmi shunda? Da? Siz g'olibsiz. Bo'ldi, zo'rsalar.